Shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, iltimos tank o'tkazvormang. Qo'lingizdan kelgancha yordam bering ukajonimga. Yaxshiyam qiynalib ketdi onajonim. Bolam qiynalib ketdi. Qonnalari ishib ketdi. Jigari kattalashib, qo'la taloqlari kattalashib ketdi. Yaxshi uxlamaydi. Tez kasal bo'ladi. Bir oyda 2 marta talabansalarga yotib chiqamiz. Yetkazolmay qoldim. Mebellarimgacha sotdim. Hech narsamiz qolmadi sotadigan. Bir ona sifatida sizlardan yordam so'rayman. Iltimos yordam qilinglar. Shu bolam yaxshi bo'lib ketsin. O'zim bolamga jigarimdan beraman. Operatsiyaga pul topolmayapmiz. Iltimos operatsiyasiga yordam qilinglar. $5000 ketadigan operatsiyasiga. Qilgan yaxshiliklarni, qilgan ehsonlarni Allohim qabul qilsin. O'rnini Allohim to'ldirsin. Hech kimni farzandi bilan sinamasin ekan Allohim. Boquvchimiz yo'q. Qiynalib ketdim o'zim yolg'iz. Iltimos soat 5 insonlar. Shu shiringina bolamga yordam beringlar, iltimos. Yolg'iz ayol kishi bo'lib qo'limdan hech narsa kelmayapti.